Qiyomat kunida bandani Alloh subhanahu va taolo yakka-yakka hisob qiladi. Va uni bo'yniga ayblarini qo'yadi. Falon ayb qilgansan, aybini e'tirof qil deydi. Banda aytadi, falon ayb qilganman, piston, falon joyda zino qilganman, piston joyda yolg'on gapirganman, hammasini aytadi. Bo'ldimi deydi? Ha, bo'ldi. Falon narsani ham qilgansan-ku deydi. Bekitgani bor-da. Endi odam Allohdan bekitolmaydiki, lekin hijolat qilar ekan-da banda. Ha, uni ham qilganman deydi. Falondan bor-ku deydi. To'g'ri, uni ham qilganman deydi. Ichida aytadiki, tamom bo'ldim endi deydi. Shunda Alloh taolo o'ziga xitob qiladi bandani. Shu gunohlaringni hammasini yashirganmidim deydi. Ha, yashirgan. Hech kim bilmaganmidi? Ha, bilmagan. Hammasini savobga aylantiraman deydi. Kechirgisi kelyapti-da Alloh taolo, kechirib oladi iymoni bo'lsa. Hammasini savobga aylantiraman desa, banda Parvardigoro falon joyda falon qilgan gunohim ham bor derkan. Savobga aylanganini ko'rgandan keyin e'tirof yana yangitdan boshlanadi. Shunda hadisda keladi rivoyatda Alloh taolo kuladi. Qur'onda Alloh taolo la taqnatu min rahmatillah innalloha yaghfiru zunuba jami'a degan. Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Alloh hamma gunohlarni kechiradi.